Bu videoni ko'rib rosti yo yig'lashni yo kulishni bilmadim. Bu fikr kimdan chiqdi bilmadim, lekin nima uchun mahallada sog'lom turmush tarziga amal qilamiz deb baqirilyapti. Birinchidan, siz kiyib olgan ushbu xalat tibbiyot muassasalarida kiyish uchun mo'ljallangan forma hisoblanadi. Bu forma tibbiyot xodimini bemorlardan yuqishi mumkin bo'lgan har xil infeksiyalardan himoya qilish uchun kiyiladi yoki aksi doktordan bemorga yuqmasligi uchun. Ikkinchidan, nima uchun sog'lom turmush tarziga e'tibor berayotgan odam yurgani chiqadimi, yugurgani chiqadimi, sport kiyimida chiqmayapti. Men Rossiyada o'qigan paytimda universitet hududidan tashqariga tibbiy xalatda chiqishlik qat'iyan taqiqlangan edi. Sababi talabalarni ertaga mutaxassis bo'lib yetishganida o'z sohasiga tartib bilan, intizom bilan, mas'uliyat bilan yondashishga o'qitishgan, o'rgatishgan. Men bu fikrlarni osmondan olganim yo'q. Tibbiy bioetikada bularning hammasi yozib ketilgan.